Xazinem Torkul Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Gardiner çoğu kiçik, oruq adam idi. Biz görüşkende onun qo'li nayt yirik bilindi. Shalang sarg'ish chochlari pishiq chaplashib kanib ketgan yupqa yung bosmadek bo'lib qolgan edi. Ko'kish ko'zlaridan qandaqdir bir xil xiramallik chiqib turardi. U Yangi Zelandiyadan bu yerga kelib ishlagili 7-8 yil bo'lay deb qopdi. Gardiner qog'oz probkadagi bir narsalarni chinisiga shaldirlatib to'kdi. Yaproq shakliki u narsalarning rangi neshiga o'xshab ketadi. Qandaqdir bir xil mevalarning qiqimi aralash edi. Ondan u yana bir qog'oz probkadagi sutni sovuq betil qo'ydi-da, qo'shiqlab yeyishga boshladi. Nashtilig'ingiz bek oson ekan, dedim men uningga. Shundaq turmushimmi oson, o'zimga munosabatlik hamma narsani osonlashtirib qilaman, dedi Gardiner javoban. Tas ishingiz faqatli yo'qmi? Menga nisbatan uxlash nihoyat tas. Xeyli uzun uxlay olmay avara bo'laman. Uyqumning mazzasi yo'q, chunki tush ko'rganimni bilmayman. Gardiner menga qiziq tuyuldi. Har nim degan bilan u o'z xarakteri bor odam ekan. Diyorimizda to'la odam asosan o'xshash gap qiladi. Boshqalarning og'zidan umuman o'zimiz bildigan va oldin ola faraz qilgan gaplarni anglaymiz. Shundaqdimi ma'nisizlik his qilmaymiz, chunki hammamiz o'z ma'nisizligimizni unutib ketgan. O'zingiz yolg'iz turamsiz? So'rdim men. Shundaq, yolg'izlikqa kunib ketdim. Ayol degan gap g'alit anglanadi. Men bu xil yolg'izligimni oqilona usul bilan qabul qilgan. Aniq biz hammamiz yolg'iz kelgan, ya'ni yolg'iz ketamiz. Bir mezgillik shavqinli hayotimdan men qolgani yolg'izlik. Buni bir xil botirlik desak bo'lamdi? Nima deydigansiz? Hozirgi dunyoda botirlar nima ish qiladi? Kishilar hech ishning o'zlari tufayli yuz berishini xohlamaydi. Gardiner bu gaplarni deb bo'lib, men bilan xo'shlashib ishga yurib ketdi. Men uchun aytganda bir erning ayolsiz tirikchilik qilishi ma'nisizlik bo'lib qolmay, balki yana qo'rqinchliq. Ayolsiz er o'zining erligini unutib ketadi. Bu jihatda Gardiner ikkimizning turmush falsafasi faqat yaqin kelmaydi ekan. Har kimning o'zini oqlaydigan bir qismati bo'ladi. Uçaqni qanday ishlatishni bilolmay biroz avara bo'ldim. Uçaq to'liq bo'lib, kunib degan narsa yo'q edi. Uçaqning yuzi tüp-tüz, uçaq qo'yilgan sun'iy taqtay bilan jipslashib, tuz bir tekshilikni hosil qilgan edi. Uning ustiga uçaq beshidagi saymonlarni ilg'i qilib bo'lishning o'zi bir gap edi. Oxir to'k chaynikida choy qaynatdim. Bir tal tuxumni istakonga soldim-da, qaynoq suv quyib qo'ydim. Yana bir istakon qaynoq suvni qo'yib, xaltaliq choyni tugirib 2-3 qatim cho'kirdim. Qiynoq bir istakon choy tayyor bo'ldi. Bolkaga asal milab qiynoq choyni sumirdim. Badnimda paydo bo'lgan harorat rahat bir sizimni paydo qildi. Mos-mos bolkadan bir necha burda arq-arqidan o'tib ketdi. Illigan tuxumdan aplab bir to'shik ichib cho'ki bilan qo'chidim va og'zimga qo'yib sumirdim. Londondagi tunji nashtam mushundaq boshlangan bo'ldi. Choy ichib xiyol bilan o'ltirsam Xabarjon keldi. Bugungi planimiz Londonning bir qism ko'chisini aylanish edi. Xabarjon bugungi vaqtini maxsus menga ajratgan edi. Xabarjonning do'g'loq bo'yi miqdor va sog'lom ko'rinadi. Quyuq sochlari yirikligidan tik turadi. Atrofdagi alomatlarga oldi bilan uning ko'zi inkas qaytaradi. Uning bir ishq tutgan pozitsiyasini harakatchan qar ko'zlari va duglak semiz yuzidan osonlik ko'rib olg'il bo'ladi. O'snisidagi sumkasi hamon billi edi. Bu sumkada turmush va o'gnishga aloqador narsalar bo'ladi. Londonga kelganiga 7 yilcha bo'lgan Xabarjon londonliklarning turmush usuli bilan ritmga allabirun moslashib bo'lgandek turadi. Nashti qilib olamsiz dedim men Xabarjonga. Ish o'rnimdan nashti qilib bo'ldim dedi u. Azroq aram ilib oldingizmi? Astul aram ilib oldim. Yillardan beri bu xil turmushga xil kunib qoldim desam bo'ladi. Xabarjon men turayotgan mushu uyning egisi tam bilan bir qurilish shirkatining kechilik kuzatchiligini qildi ekan. Kunduz o'g'inish va tadqiqotini qildi ekan. U tam bilan yaqin bo'lg'achqa tushargohimni mushu yerga o'rinlashtirgan ekan. Bir tarafdan ishlab o'qish va turmush xarajatini qamdash, yana bir tarafdan mushkul o'qishning uddasidan chiqish musofiratdagi ilm muxlislari o'rtaq holda duch keladigan tanlash edi. Yo'lga chiqdik. Est hamdagi bozorlar bu vaqtda allaburun jonlanib ketgan edi. Maqsadimiz atrofdagi muhitni ko'rish bo'lg'achqa, paranglashqash allarmay mangdiq. Men Xabarjonga Gardinerning gapini qilib berdim.
Bo'ytaq o'tib ketadiganlar jiq, dedi Xabarjon. Odamlar bir-biriga ishonmaydi. Navoda biri bilan to'y qilib ajrashib ketadigan ish bo'lsa, uy va mol-mulkning yarmi qarish tarafga ayirib berildi. Hatto ba'zi ayollar erning mol-mulkini ko'zlab yotliq bo'lishidi. Muhabbat ishonchsiz bo'lg'achqa kishilar nikohga shubhali qaraydigan bo'lib ketgan. Xabarjonning aytib berishicha, men tushgan uyning egisi tammo bo'ytaq ekan. Umi vafosiz biriga yo'liqib qilib, aron topgan mulkining behuda qo'ldan ketishidan ansiraydi ekan. Mushunday vahima tufayli ba'zilar jinsiy hamrohlardan bo'lib o'tishni tanlab oladi ekan. Har ikki tarafning xarajati o'z oldiga ekan. Biz gap bo'lib, Eastham poyezd stansiyasining yeniga kelib qapdiq. Bir qavatlik stansiya zalining alayda yermi yo'qdek turadi. Xishlari va pasondan bu qurilishning koniligi mana deb chiqib turadi. Tazkirasidan qarasam, bu stansiya 1858-yili ishga kirishtirilgan ekan. Taxminan 1,5 asrlik bu qurilish o'zining talay kechmishidan faxrlangandek mazmut va bijrim holda qad ko'tarib turadi. Yanfon alğım bar edi. Stansiya yendiki bir magazinga kirib yanfonlarni bir ko'zdan kechirdik. Baho va pason jihatda mang bab kelgudek yanfon topolmadik. Oddiylik hammadan yaxshi deb yurmasammi, tabiatim hamish oddiylikni xalab turdi. Nokia'ning eng oddiy nusxasi tugab ketibdi. Xabarjon avtomatik bilet elish mashg'ulotiga pishiq edi. U bo'lg'achqa bu jihatdagi tamtirashlardan xoli edim. Yer ostiga yuzlangan uzun sirildaqlar bizni iqitib mangmoqda. Bir sap Adam yer ostidan ustiga qarab oqatdi. Stansiyaning ichi cho'chaklardagi quyi qopdak tuyuldi. Gurildigan ovoz bilan tang yerning qorong'u bag'ridan bir necha tal chiroq ko'rindi. Orqadan poyezdning eg'ir gavdasi biz turgan supini titirtib yiqillab keldi. Shuncha tez yetib kelgan poyezd chivar usulchi qizdek abjillik bilan shippida to'xtadi. O'shnisiga so'm kuyib olgan kishilar aldirab tinab tushib qaysidir bir eg'izga o'zlarini atatdi. Saqlab turgan kishilar poyezdni yangi boshdan to'ldiratdi. Qo'zg'algan bekat, kelgan bekat va boradigan bekatlarning nomini eskartadigan yiqimliq ovoz vokzaldan odamlardan kelayotgan o'zguchi puroq bilan birlashib, mengamdagi Londonni qurib chiqmoqda. Dektor ayolning shu yiqimliq ovozi ko'z oldimdagi bisramjon sovuq manzara ustiga yig'ilgan nafs shafaqdek ta'sirat berdi. Atrofdagi ishlarga qarab ulgurmaydim. Vokzalning ko'rinishlari engimdagi Tokio vokzallarining ko'rinishlari bilan tabiiy silishtirmani hosil qildi. Bu vokzal Tokio vokzallariga qaraganda ko'ni jaray bo'lib, qo'pol va so'rin ko'rinadi. Poyezdning kirish chiqishimi shovqinliq edi. Vokzaldagi tartibmi ancha muntazam emasdek edi. Londonda yerosti poyezd yo'li 1863-yili ishga kirishtirilgan bo'lib, dunyodagi tunji yerosti poyezd yo'li hisoblanadi. 2007-yili yillik yo'lovchi tashish miqdori 1 milliardga yetib, Parij va Moskvadagi metrodan qolsa, dunyo bo'yicha 3-chi metroga aylangan. Angliyada yerosti temir yo'l liniyasini Tube deb ataydi ekan. Bu gap bizcha to'rba koridor degan ma'nolarda. To'rislar agin bu vokzal bayni yarim silindr shakliga o'xshaydi. Yer ostidagi tonnellarning tutashmasidan iborat bu liniya demasimi to'ribining o'ziga o'xshaydi. To'rdek kiralishib ketgan 11 yer osti liniyasi katta Londonning hamma yeriga vaqtga rioya qilib aparalaydi. Nishon taraf deganlarni anqirolmay qaymoqib ketdim. Shuning bilan o'zimni Xabarjonning ixtiyoriga topshirdim. Poyezdga chiqdik. Siliqqina qo'zg'algan poyezd barbara ittiklab tonnelning qor og'ziga qarab etildi. Ko'zi barlik odam atrofdagi narsalarni ko'rdi, lekin narsalarning munosabatini hamma odam ko'rib yetolmaydi. Narsalarni ko'z tutishda uchinchi bir ko'z bor, u bo'lsa-mu ko'ngil ko'zi. Ko'ngilning tashqi yuzi boshqa odamlarninkiga oztul o'xshab qoladi, lekin ko'ngilning cho'nqur qatlami har bir odam uchun xos bo'ladi-ki, dunyo ana shu xoslik ko'z bilan ko'zitilsa, inson tamoman o'zgacha bir dunyoni bayqashga muyassar bo'ladi. Men boshqalar bilan paranglashish yoki dialog qurishga imkoniyat yo'q sharoitda ko'zim bilan paranglashman. Ko'z oldimdagi qiyofatlar va belgilar men uchun ma'nodor yeziqqa aylanib, qiziqayotgan dunyoyimdan o'zimga tushliq uchurlarni qabul qilaman. Sukut ichidagi ko'zning dildagi g'alyonlarini til izhor qilishga ojizdir, quloqlar anglashga pangdir. Ko'zimni ishqa soldim. Bu ko'z tashqi dunyoga talay intilib chanqab ketgan Uyg'urcha ko'zi ediki, taajjub, qiziqish va ta'sirlanish bilan to'lgan. Poyezd bekatlarida to'xtaydi. Odamlar tushadi va chiqadi. Odamlarga qarab Londonni turli irq va millatning tirik muzeymikin deb qoldim. Har bir irq o'zining ro'shan irqiy belgisi bilan kishining xiyolini yer ostidagi uchaydek uzun tonneldan bepoyon dunyoga va tumanliq tarix bo'shligiga boshlab ketadi. Millatlar o'zlarining irqiy sufatiga mos keladigan an'anaviy kiyimlar bilan darajadan tashqari avod bu shaharning poyezdlarida va ko'chalarida bemalol yuraverdi ekan.
Öz an'anasi va madaniyat an'anasidan yot muhitni ko'rganda qo'rinish his qilish ma'naviy asoratning ifodasidirki, bunday kishilar zarur tepilganda o'zining urug' nasablaridan sharmandalarcha yuz o'riydi va yana bir to'pning sharafsiz kelgundisiga aylandi. Men inson o'zi iftixor bilib davom qildirgan an'anani har qanday zamonaviylik muhitida qat'iy chanmaydi ekan deb o'yladim. Bir qancha hindistonlik ayol men shunday faraz qildim, o'zlarining ko'ngligi va ro'moli bilan qo'rinish va ikkilinishdan xoli kayfiyat ichida poyezddagi manzaraga qo'shilib ketdi. Ular go'yo Allohning o'zlarini hindi yaratgandan shukr qilgandek to'liq ro'yi to'qliqni namoyon qilib, xotirjam va amin o'ltirishatdi. Qarang ava ayollarga, dedim Xabarjonga. Ular o'zlarining milliy kiyimlari bilan Londonda chanmabdi. Bizdan boshqa xalqlar yot muhitga kelganda usti-bosh almashtirib yurmaydi. O'zlari qandoq bo'lsa shu bit yashaverdi. Londonda hindilar bakchiq. Ular o'ltiraqlashgan rayonlarga borsangiz, Hindistonga borgandek bo'lib qolasiz. Biz algak chiqib, algakchiga arg tekkandek ish qildik emmiz. Makka Madinaga borsak arabcha, Amerikaga borsak g'arbcha qiyofatlarga dum tushimiz. Bir kuni qahvaxonada o'ltiratdim, dedi Xabarjon. 3 nafar chiroyli qiz kulki chaqchaqlar bilan kirib keldi. Ular udul mulozimat peshtaxtasining oldiga berib bir narsalarni buyurdi. Ularning qiyoqasliq kulkisi qahvaxonani bir oldi. Bayqisam ular ispan qizlar ekan. Ular inglizcha ishlatmagandan qilch qo'rinish his qilmagan edi. Ulardagi o'zi ishnish ro'yi qoyil bo'lganimdan qarabli qaptiman. Xo'jayinlik ro'yi eng yarashimliq kiyim. Ular kamsitilishdan xoli muhitda o'sgachga yotlarning oldida tamtirashni bilimiz kerak. O'ziga ishongan xarakter xos qizlarning jalbkorligi boshqacha bo'ladi, dedim men. Poyezd bir xil ritmda ketib bordi. Poyezd o'ldirganlarning kiyimlariga sap solsam, pason va rang jihatda bir-biriga o'xshab qolgan ahvollarni zodil uchratqil bo'lmadi. Kiyimning turlari tulishgan dedim ichimda. Kishilar xoslikni yaxshi ko'radi. Xoslikni yeklamaydi, balki xoslikdan huzurlandi. Bu bizga o'xshash ideya va yurish turishni birdek qilishga odatlangan kishilarning ko'ziga yangi bo'lib tuyulsa kerak. Ba'zilar eg'ir bisiq kiyingan, ba'zilar sho'x kiyingan. Har kim o'z dunyosida qo'rinish va o'ylashdan neri hech kimga hayron emas. Hech kimga tikilib qaramaydi. Hech kimga daxl qilmaydi. Lekin xuddi hamma odam kelishib olgandek poyezdning ichida bir intizom bor. Poyezd o'ltirganlarning ko'pinchisining qo'lida gazet, jurnal yoki kitob bor edi. Ba'zilari o'z o'qiyotgan mazmunning ichiga kirib ketganki, go'yo o'zining atrofini unutib ketgan edi. Ba'zi yoshlar iPhone yoki yonfonlarining tingshug'ishlarini quloqlariga tiqib, nimlandir anglab mingishatdi. Ba'zilar atrofdagi ishlarni hatto o'zini uzil-kesil unutib ketishga tirishgandek ko'zlarini ching yumib, noma'lum bir dunyoga ketib qolishgan edi. O'ri turganlarning ba'zilari o'ri turgan peti kitob o'qib mingishatdi. So'rab bilishimcha, bu metrodagi yo'lovchilarning ba'zilari 1 soat atrofida, ba'zilari yarim soat atrofida mangdi ekan. Demak, ular ashunchalik vaqtda kitob ko'rdi ekan. Qarab baqsam, London gazeti bir qadar umumlashgandek turadi. Keyin o'qisam bu gazet haqsiz tarqatildi ekan. Kishilar metro vokzalga kirganda yoki vokzaldan chiqqanda metro eg'izdan bu gazetni ilib olishdi ekan. Bu gazetni tarqatuvchilar Janubiy Osiyodan kelgan kishilardek bilindi. Gazetning avval qitida shu kungi muhim xabarlarning asosiy mazmuni berildi ekan. Qolgan betlarda mashhur shaxslarning xususiy turmushi, xarajati va tafovut haqidagi gaplar, shirkatlarning e'lonlari, yumorlar bor ekan. Ba'zilar bir katakchiga tizilgan harflarni tutlashtirib, qandoqdir bir ma'noga ega so'zlarni qurashtirishga berilib ketgan edi. Kishilar manzillariga yetib kelganda London gazetidan o'ltirgan yeriga qo'yib chiqib ketadi ekan. Yangi kelib o'ltirgan yo'lovchilar uni ilib o'qiydi ekan. Abraham Lincoln: "Biz hamisha ogohlantirish ichida yashaymiz. Kelajak ansizlik bilan to'lgan. O'qigan gazetlarimizdan yomon xabarlarni kutamiz", degan ekan. Meningcha bu gap gazetning va gazet o'qiydiganlarning xarakterini to'liq yo'ritib beralaydi. Bu jahon har xil inson to'pi va jamoatning turmush raqobat bilan to'lganki, kutmagan ishlar yuz berib turdi. Yuz bergan ishlar ba'zilar uchun omad, yana ba'zilar uchun ofatdir. Bexas kishilar uchun hamma ishlar tasodifiylik, uyg'oq kishilar uchun hodisalar sabab bilan to'lgan. Ko'z oldimizda yangi ishlar bo'lib turdi. Bu ishlar bizga yaqin yoki bizdan yiroq noma'lum ishlarning sababidan kelib chiqishi mumkin. Jamiyatning noma'lum kuchlarining o'ziga chulik o'tkazishni xohlamaydigan kishilar atrofdagi ishlarga yaqindan diqqat qilib turdi va tegishli yakunlarni chiqarib yashaydi. O'zining jamiyatdagi haqiqiy manfaatining nima ekanligini bilmaydigan odamlar gazet tashviqotlaridan sodda agash kuchiga aylanib qoldi. Chunki gazet siyosiy yo'llarning manfaat taqozosining bevosita ta'sirida bo'ldi. Vosita tanlamaslik siyosiyning bir turli xarakter bo'lgan ekan, siyosiy yo'lmi avomni kuldirilib qo'yish mumkin. Shunga ingliz yozuvchisi George Orwell gazetda izchil to'g'ri xabar qilinadigan ish yo'qligiga burilib diqqat qilganman degan edi.
Özünün hazırqı və kelgüsdəki mənfəətinin içki bağlılışını düşənən adam gazetning yalğanlardanmı özü paydalıq uçura alaydı. Bundaq adam öz-özüge gazet oqu, çünki ən yalğancı gazetningmi çislası rast buludu deb xitab qılıdı. Mən Angliya puhrallarının gazetga bo'lgan muomalasiga qarab, o'zining dövlatiga bo'lgan xo'jayinlik huquqini haqiqiy yurgizadigan kishilarning jamiyatdagi o'sha cho'ng ishlar to'g'risida intayin sag'ik bo'lganligini his qildim. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Angliyada taxminan 130 xil kundalik gazet, 1800 xil haftalik gazet chiqadi ekan. Davlat tarafidan chiqarilgan gazetlarning hafta oralig'idagi setilish miqdori 13 million nusxa, yakshanbadagi setilish miqdori 14,5 million nusxa bo'ldi ekan. Onundan başqa 900 xildan ortiq haqsiz tarqatilgan gazet bor ekan. 15 yoshdan oshgan aholining 63% davlatlik gazetni, 85% rayonlik yoki yerlik gazetlarni ko'rdi ekan. Har xil gazet mehmonxona, restoran, qahvaxona degandek ommaviy o'rinlarda ko'ziga chilqib turadi ekan. Jamiyatga o'xshamagan tabiiy kishilarning o'qiydigan gazetlarmi o'xshamaydi ekan. Shunga birovning o'qiyotgan gazetiga qarab, uning ijtimoiy salohiyatini bilib olg'il bo'ldi ekan. Gazetlarning siyosiy kontroldan xoli bo'lishi Angliyadagi uzoq yillik an'ana bo'lib, har xil gazet jurnallar har qaysi siyosiy partiyalarning siyosatlarini oshkora tanqid qilaverdi. Saylov mazgili yetib kelganda gazet jurnallarning ba'zilari boshqacha jonlanib, o'xshamaydigan qarashlar qaynab ketadi ekan. Gazetlar mushtariylarni qiziqtirish uchun so'zlarini yumurliq, sahifalarini obrazliq, rangdor qilib chiqarishga tirishadi ekan. Angliyaning gazet baldur barliq kelgan davlat deyishga bo'ladi. Angliyadagi tunji gazet kundalik xabarlar gazeti 1702-yili chiqarilgan ekan. Uningdan burun jamiyat haqidagi muhim ishlar va cho'ng qarorlar ko'chadagi jagarchilar orqali tarqatilib kelgan ekan. 19-asrning oxirlariga kelganda gazetchilik rasmiy bir igilik sifatida ko'lamlashgan. Angliya chet elliklar idorchiligidagi taratqush shirkatlarining qurilishiga yo'l qo'ydigan davlatlarning biri bo'lib, 1945-yili chet elliklarning taratqush shirkati ichishdek tarixiy boshlangan. Robert Maxwell, Chex, Robert Murdoch, Amerikan qatorliqlar chet elliklar sifatida Angliyadagi nurg'un gazet va televiziya programmasiga ega. Roshanki xususiylar egiligidagi gazet, jurnal va televiziya kanallari siyosiyonlarning siyosiy kuchiga ko'rinarli ta'sir qilish iqtidoriga ega bo'lib, siyosiyonlar puhralar rayining beqindisiga aylanadigan reallik dal xalqning qo'lidagi taratqularning kuchidan kelgan. Demak, matbuotning Britaniya siyosiy sahnasining rejissyori ekanligida gap yo'q. Shung ba'zilar gazetchilikni chirkov, podshoh va parlamentdan qilsa, to'rtinchi kuch deb qaraydi. Televizorning barliqqa kelishi gazetchilikning o'rnini bir mahal tavratgandek qilsimi, gazet sohasining televiziyada yo'q alayliklarini tepib gazetchilikka tatbiqlashi natijasida gazetning kishilar qalbidagi o'rni muqimlashgan. Dağlıq kishilarning hayoti, kino, tantarbiya cho'lponlari va har xil seriq mazmun gazetlarning yangi hayot bo'shlig'iga aylangan. Matbuotga bo'lgan tekshirish va nazorat qilish tuzumi mukammal bo'lmag'achqa, gazetlarda ba'zida kishilarning xususiy manfaatiga chiqilib qo'ydigan ishlarmi sodir bo'ldi. Bu yanada qonuniy masala sifatida bartaraf qilindi. 2002-yili matbuot arziyat komissiyasi topshirib olgan arz 2630 parcha bo'lgan. Angliyada sirtdan ko'chman bo'lib kelgan boshqa etnik xalqlarning bu gazetlar bor ekan. Bulardan jungoliklar chiqaradigan yulduzliq Aral, arabcha chiqadigan arablar, turklar chiqaradigan Olay qatorliq gazetlar xeyli ko'p tarqatildi. Uningdan boshqa Bengal, Gujarat, Hindi, Panjob va Urdu tillarida chiqadigan gazetlar bor ekan. Poyezdning ichida bir qism she'rni ko'rib tong qoldim. Deriz ustidagi bo'shliqqa tushirilgan she'rlar qisqa, oddiy, yengil edi. Xabarjonning aytishicha, har faslda 6 parcha she'r tanlanib, yo'lovchilarning diqqatiga sunildi ekan. Bu she'rlarga musiqalarmi kirishtirildi ekan. She'rlar dunyodagi mashhur klassik shoirlarning she'r to'plamlarining inglizcha nusxalaridan tanlandi ekan. Qaraganda she'riyat o'lmagandek turdi. Bugungi shoirlar podshohlarning o'rdisidan tabiatdagi uvusidan chiqib turmushning arzimas deb qaraladigan bulung pushqaqlarga sig'ib ketgandek qiladi. Bugun shoirlarning muqaddaslik niqobi yo'qolib, she'r yozish va uni o'qish uni istagan har qanday kishining o'z ishi bo'lib qolgan. Mana bu she'riyatning avomlashishi, shoir nupuzining barbod bo'lishi. Hozirgi odamlar ko'proq tashqi turmush va hojatlarni izlash bilan band, lekin shoir ma'naviy turmushni izlaydi. Shoir uchun ichki kavak odamlar bilan o'z o'tirisidagi oraliqni tangish siniqi kelib chiqdi. She'rning o'zining mavjudiyat shaklini tangish kerak bo'ldi. Biz arada bir qatim liniya almashib Oxford maydoni bekiti orqali ko'chaga chiqdik. Chiqqanimiz Oxford ko'chasi edi. Ko'cha nihoyat obod bo'lib, ikki qasnaqil sapli do'kon, turli rangdagi turli iqim odamlari o'zlarining sodalari bilan band edi. Aytilishicha, uzunligi 2,4 kilometr keladigan bu ko'chada 548 do'kon bor ekan. Top Shop, Zara, Gap, Nike,
Adidas degandek mashhur markalarning maxsus do'konlari ko'ziga chiliqib turadi. Bu ko'cha xuddi Qashqarning O'rda oldi ko'chasidek qadimiy ko'cha bo'lib, 12-18 asr oralig'ida boshqa bir nom 18 asrning oxirlarida Oxford ko'chasi nomi bilan atalgan ekan. Men Urumchi shahrining andisi bo'yicha qiyoslab, Londondagi xalqaro shaharning binolari qanchalik egizdi deb o'ylagan edim. Amaliyotda shahardagi eng avvat Yevropa bo'yicha eng qiziq bu savdo ko'chasining ikki tarafidagi binolarning egizligi 5-6 qavatdan oshmaydi. Onun üstüge binalar külrang tusda konu bulup görünədi. Faqat bir egiz bina yiroqdan ko'rinib turadi. Bu aynaklik binoning ismi markaz nuqtasi bo'lib 32 qavat ekan. Uningdan boshqa egiz bino endi ko'rinmaydi. Rostdan aytsam, ko'chaning manzarasi odamlarning yurish turishdan hech qanday o'zgachilikni bayqamadim. Aksicha ko'chadagi tul odamning kiyim-kechiga nihoyat oddiy bo'lib, hashamatdan topqil bo'lmaydi. Odamlar aldirash, lekin bahuzur ko'rinadi. Ishtonni qirlab kiyib, shibletni parqaratib, xo'jayin somkasini qo'ltiqlab so'lat bilan mangan odamni bo'lmaydi. Go'yo odamlarning alohidaligi va qobiliyati jamiyatdagi o'rni uning kiyinishi bilan aloqasizdek. Kishilar bu taraflarga ancha e'tibor bilan qarab ketmagandek turadi. Birdek umumlashgan fasonni London ko'chalarida ko'rgil bo'lmaydi. Balkim ular moda qo'g'lish xarakterini o'ltirdi deb qarash kerak. Bundaq bir aqliy so'z ularga mos kelsa kerak. O'zingni qo'yib o'tib kulalasanglar, kishilar sening ko'ni kiyimingga qarab ketmaydi. Yuqorqi gapni baytib ifodalaganda erkinlik va ishonch eng go'zal kiyimdir desak, tamoman durust bo'ladi. Jonsiz modulda yarashimliq ko'ringan kiyim xaraktersiz odamlarning uchisida go'zallik qimmatini yo'qotadi. Qaranglar av ketayotganlarga. Ularning qadamida arsaldiliq yo'q. Maqsadiga o'zi ega odamlar ana shunday dadil mangadi. Qaranglar bu shaharga. Ko'chalar rishadqilanmagan, chunki tartib shahar fuqarolarining o'zidan hosil bo'lgan. Aflatun bir shaharning qandaqligini ularning fuqarolarining qandaqligidan bil degan ekan. Demak, shahar degan fuqaro ruhi degan gap bo'ladi. Vaqt kelganda shaharning egiz binolari inson qadriga vakil bo'la olmay qoladi. Egilishimcha, Angliyaliklar xizmat kiyim bilan oila kiyimini keskin farqlantirdi ekan. Ular o'zlarining xizmatini hurmat qilib ishxonalarda kostyum burilki kiydi ekan. Organlarning to'lisi xizmat formasi kiyishni talab qildi ekan. Biroq ular ishdan tushib uylariga kirganda rahat kiyimlarini kiyishdi ekan. Mehmondorchilikqa, ziyofatga borganda qaturib yosin ekan. Erlar odatda ko'nglak kiysa, oyog'ini shimining beli ichiga tiqmaydi ekan. Buningdan boshqa Yevropaliklar hayron ekan. Ayollar kiyim kiyishda bekarak erkin bo'lib, chiroyli bo'lmasmi, ochsa buldig'aldagi yerlarini ichib olishini yaxshi ko'rdi ekan. London go'yo ota-bobosidan qolgan ko'ni kiyimlarni kiyishga amriq davlatman kishiga o'xshab ketadi. Biz ko'chalarni aylanib bo'lib kitobxonalarni araladik. Bu atrofdagi kitobxonalar xabarjonga 5 qo'ldek tunish edi. Men diyorimizdagi oddiy bir nahiy bozoriga borsam, shu yerning kitobxonasini ziyorat qilmay qolmayman. Charchagan vaqtlarimda Urumchining kitobxonalarini aralayman. Bunday vaqt o'tkazish tipidagi suhbatlardan ko'p a'lo deb qarayman. Har qanday bir shaharga borsam, kitobxonasiga kirmasam issiq basmaydi. Shu topda kitobxonalarga kirish men uchun eng hayajonli qadam edi. Bir shaharga borsam, ibodatxonasini, universitetlarini, bozorni va kitobxonasini ko'rmasam hisob qilmayman. Biz bir necha soat vaqt sarf qilib, Borders, Waterstones, Foyles, Blackwell qatorliq kitobxonalarni aylandik. Kitobxonalar ko'zimni olachakman qilyapti. İslam ve musulmonlarga oid kitoblar turining shuncha ko'pligiga qarab, islomning g'arb strategiyasidagi o'rnining intayin cho'ng ekanligini pamladim. Islom tarixi, islom qonuni, islom davlatlari, islom olimlari va mazhablari, sufizm, vahabizm qatorliqlar doir klassik manbalarning tarjimalari va vaqtdagi tadqiqot asarlarining hammasi turkumlab tepiladi. O'rta Osiyoda mustaqil davlatlar borliqqa kelgandan buyon O'rta Osiyo tadqiqoti nihoyat jonlanib ketgan bo'lib, bu vaqtdagi kitoblar ko'p edi. Vaqt e'tibori bilan men bu kitoblarni tutib, varaqlab qo'yish bilan bo'ldi qildim. Chunki ularning mundarajasini tafsiliy ko'rishga necha kun ketadi. Kitobxonaning osti gilam edi. O'ri turaverib, putlarim tilib ketganda turgan yerimda o'ltirib ko'rayverdim. Kitobxonalarga divanlar qo'yib qo'yilgan. Qiziqqan kitoblaringizni ilib ketib, divanda o'ltirib ko'rsangiz bo'ladi, dedi Xabarjon kulib ketib. Keyin shunday qilay, buguncha yuzaga ko'rib turay dedim men javoban. Borders kitobxonasining 3-qavatida Starbucks qahvaxonasi bor ekan. U yerga chiqib, kapuchino ichgach aram oldik. Kapuchino menga bag'li lazzatli bilindi. Hozirmi London desam, kuchli qahva hidi bilan kapuchinoning ta'mi esimga keladi. Borders xalqaro kitob shirkati bo'lib, boshida Amerikada qurilgan, dedi Xabarjon. Hozir dunyoning cho'ng shaharlarida nurg'un tarmoqi bor.
Boya kirgan Blackwell aslida 1879 yil qurilgan bir xususiy nashriyat bo'lib, ilm tadqiqoti kitoblarini chiqargan. Keyin ular Oxford kitob tijoratidan yo'l qo'ygan. Ular kitoblarni o'z nashr qilib, o'zi sotgan. Foyles 1903 yil qurilgan ekan. Xizmatga o'rinlash imtihonidan o'tilmagan William Foyleson koni darslik kitoblarni yig'ib setib etish qaroriga keladi va bunday kitoblar bozor tepib ilhomlangan Akfuku Foyleslar koni kitob do'koni ochmoqchi bo'lgan. Mana hozir u ta'sirni ayt cho'ng bir shirkatga aylangan. Waterstones kitobxonalarining eng yangisi bo'lib 1982 yil qurilgan ekan. Shunday bo'lishiga qaramay taraqqiyoti nihoyat tez bo'lib o'tibdi. Xabarjanma kitob xumar edi. Şoň uning bildiganlari ko'p edi. U meni kitoblar to'g'risidagi eng yangi uchurlar bilan ta'minlab kelgan edi. U kitobxonlarga kirsa, biz qiziqadigan kitoblarni udul berib topa olaydi. Qiziqish nuqtalarimiz ko'p jihatda o'xshab ketgachga, paranglarimiz ovun va ko'ngillik bo'ladi. Kitob bir millatning aql, farosat va madaniyatini o'z ichiga olgan yumshoq kuchini tipik darajada namoyon qiladi. Menga xuddi bu jahonning siyosiy, iqtisodiy tartibini Angliya planlab Amerika yurishtirgandek tuyuladi. Yer maydoni Şinjan Uyghur Avtonom rayonining oldidan bir qismiga yetmaydigan kichik bir orol dövlatining o'z zaminining 135 hissasiga teng keladigan zaminni o'zining bevosita kontrolligiga kirgizishning, shundaqla butkul jahonni ingliz tili ta'siriga ilishning sababi nimadir? Boshqalarni qo'yib turib, birla Darwinni olsak, uning ideyasi jahonni qanchalik darajada ostin-ustin qilmadi? Millatchilik, jahongirlik, mustamlika, erkinlik, demokratiya, barobarlik, bozor, qo'shimcha qimmat, kapital degan uqumlar mushu zaminda paydo bo'lib, yetilib keyin boshqalarga yuqib, yamrashga boshlagan. Ideya ishlab chiqarib, ideya orqali odam zaratlab, ideya bilan dunyo boshqarish dal mushu zaminda o'zining kamolatini yaratgan. Ana shu ideya dal kitob orqali tarqalgan emasmi? Nashriyatchilik Angliyada ayrim bir sanoat deb qaraldi. 2004 yildagi ma'lumotdan qaraganda, shu bir yilda 125 ming xil yangi kitob nashr qilingan bo'lib, buning ichida 6 ming xil yangidan nashr qilingan nasriy asarlar ekan. Demak, Angliyani nuqul sanoat mamlakati deyish toza muvofiq emas. U yana adabiyot mamlakati. William Shakespeare, Dickens, Austen, Virginia Woolf, Lewis Carroll, Dorsey Lessinning va yaqinqi yillardan beri jahonga pur ketgan Harry Potter degan asarining avtori J.K. Rowling qatorliq namoyindalar butkul dunyoga tunish. Nuqul qattiq kuch, iqtisodiy kuch va harbiy kuchga ega bo'lib, yumshoq kuchga ega bo'lmagan millatning hokimiyati faqat zaminda bo'ladi. Lekin yumshoq kuchga ega millatning hokimiyati kishilar qalbidan o'rin olish bilan birga qattiq kuchni uzoq muddatli hayotiy kuchga erishtirdi. Mana buni kitob bilan shaharlash desak bo'ladi. Bir kunim Londonning bir necha ko'chasini kezish va Xabarjon bilan kengtash paranglish bilan o'tdi. Xabarjon ishiga berish kerak. Men bu musofirxonamga qaytishim kerak edi. Gugum tushib, qadimiy shahar chiroq yo'riq bilan bezalganda ikkimiz xo'shlashdik. Men Xabarjon ko'rsatib bergan yo'l bilan temsixlab, avaylab yurib qaytdim. Tamning timtas uyda Gardener yolg'iz o'tirib televizor ko'rayotgan ekan. Uning qo'lida qadah, yanida bir shisha viski turardi. U meni qadah taklif qildi. Men may ichmaydiganligimni aytib, uningga xo'sh dedim. Gardener meni o'zing mahmra qilgan beti qoldi. Men juyunib karvatimga o'zimni tashladim. Londonda odam jiq, lekin har kim boshqalarning nazarida tashlab etilgan odamdek cheksiz tanholikqa cho'kib yashaydigandek qiladi. Gardener ko'rayotgan televizorning ovozi qulqimga g'uvay kirib turdi. Londonning murakkab ko'chalari kallamda pirqiraydi. Men bu pirqiritib qo'yib bergan odamdek o'zimga tegishli nishonni izlash bilan avara edim. Ulpat. Sen menga go'zal, yuksak fikrni bergin. U qalbim va aqlimga sig'ib, qinim bilan qo'shilib asrlar meros bo'lib o'tdi. Amin Rayhoni. Yaxshilikning qadrini bil, ammo yaxshilik bilan seni sundirdiganlardan ho'shyor bo'l. Bir oqsoqolning og'zidan. Edmund Wade bilan Angliyaga berishdan burun tanishgan edim. Burun bayon qilib o'tganimdek biz Angliyada o'qiyotgan Xabarjonning turtkisi bilan Urumchida tunji qatim didorlashgan va bir vaqt tushlik tomoqni birga yegan edik. Uyg'urlarning ma'naviyatidagi xalqlik masalalar uning nazaridan qochib qutlanmagan bo'lib, u bu haqda nurg'un savol so'ragan edi. Endilikda bu qatimliq ilm ziyoratimning Angliyada bo'lib qolishiga turtki bo'lgan kishi ana shu Edmund bo'ldi. Aramizda Xabarjon vositachi bo'ldi. Edmund ilxat orqali Cambridge universiteti bilan bo'lgan aloqaning o'ngishli bo'lishiga va mening Cambridge universitetining taraqqiyot fakulteti tarafidan qabul qilinishimga boshdan oxir yo'l ko'rsatib turdi.
Edmund Efendi hozir London Universiteti qarmog'idagi Ma'rif institutining umrlik ma'rif va xalqaro taraqqiyot maktabining tadqiqotchisi bo'lib, Cambridge Universitetida ijtimoiy inshootshunoslik sohasi bo'yicha doktorlikni tamomlagan. Buning uchun 1990-yillarning o'rtalarida Qashqarda 15 oy atrofida turib Uyg'ur tili o'rgangan va Uyg'urlarning diniy ijtimoiy hayotini bevosita kuzatgan. 2003-2004-yillarda Uyg'ur madaniyatiga doir doktor ashliq tadqiqot turini ishlagan. Edmund Efendi Uyg'urlardagi din va madaniyat haqida bir qism maqolalarni yozib, O'rta Osiyoliklarni tekshirish nomli jurnalda e'lon qilgan. O'tgan yili uning Jungoning chegara rayonidagi musulmonlar, Uyg'urlardagi diniy bilimlar va doiralar degan mavzudagi maxsus kitobi nashr qilingan. Kitobimizning amdiki sahifalarida biz uni Edmund Efendi deb atab yurmaymiz. Chunki muallif uning bilan bo'lgan do'stlikning ma'nosini Edmund deb oddiy atash bilan o'qirmanlarga uqtirishni yoqtirdi. Bunday bo'lganda muallif o'zini tabiiy va rohat his qilish bilan birga uning bo'lgan qizg'in minnatdorligini orliqsiz holda sidam va chin ifodalay oladi. Angliyada turgan shu bir yilda men Edmundning yaxshi do'sti bo'la oladimmi, buni bilmayman, lekin u menga samimiy do'stlikni yetkazdi. Edmund haqiqatan yaxshi do'st. Yaxshi do'st birovga bo'lgan insoniy rishtaning cho'nqurligini do'st so'zining o'zida yetarli ifodalab bera oladi. Biroq zamonaviy dunyodagi do'stlik manfaat taqozosini ko'proq shart qilganlikdan do'st degan go'zal so'z xunuk tus elishga boshlagan va uning oldiga yaxshi degan sifatni qo'shishga to'g'ri kelgan. Zamonimiz Uyg'ur tili iste'moli paydo qilgan o'ylangmini degan iborami dal shundoq. Bu ibora orqali o'zimizga aytgan langmandek chin degan ma'no uqtirilgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan bozorining saxtbazligini oshkorlab qo'ygan. Hayotiy dunyoning orzularida mast bo'lib, ma'naviyati moddiylashib ketgan insonlarning lavzida do'st degan ibora yaxshi do'st degan iboraga o'zgardi. Shunga menmi kishilarning tavbiga yarasha do'st degan iboraning oldiga birishki sifatni qo'shib qo'ydim. Edmund degan ism menga xuddi Mahmud, Mavlud degan ismlardek o'z va o'z bilindi. Mazkur ism yodimdan kechgan hamon Edmundning kulib turgan muloyim chiroyi ko'z oldimda jonlandi. Men uning bilan tunji qatim ko'rishib, yarim soat vaqt o'tmayli yotsirmaydigan, ancha ravon bo'lmagan inglizcham bilan so'zlashaveradigan bo'lib ketgan edim. Men so'zlasam u hamman bemalol tushungandek astoydil tabiiy ko'rinadi. Buningdan paydo bo'lgan rag'batning kuchi bilan so'zlashdagi tavakkulchilikka aylandim. Da tartinish, qo'rinish, o'zini ayash kabi passiv ro'y holatning iskanchisidan qanday qutulib chiqqanligimni sezmayli qolatdim. Suhbatdishning tildagi naqsligi, kamtar va savrichan muomala qilishdan iborat bu fazilatni tunji qatim bayqaganimda boshqa bir tildagi bir odam qiynalib so'zlayotganda takabburlik va izzatsizlik bilan quloq soladigan bir turkum toifa oldimda tizilib o'tdi. Madaniyat qabul qilishni yoki madaniyat o'qitishni haqiqiy bildigan, o'zimi til o'rganishning mushkulotlarini tidigan odamlar yot bir tilda so'zlovchilarning absiz holda yestashlik pozitsiyasini bildira oladi. Ko'ngildan ko'ngilga yo'l bera oladi. Boshqalarni o'zga madaniyatning iztiroblarida ko'rib, ustunlik tuyg'usida bo'lishmi yovvoyilikdan boshqa narsa emas. Biz tunji uchrashgan kuni Urumchidagi bir shaxsiy kitobxonada ayrildik. U Uyg'ur tarixiga doir bir necha parcha kitobni tavsiya qilishim bilan setib oldi-da xo'shlashdik. İkinci qatim ko'rishimdagi Edmund yana shu burungi Edmund edi. U o'riq va egiz bo'lib, ko'kich ko'zlarida muloyimlik nuri chaqnab turardi. Qo'ng'ir budur chochlarini ancha o'stirib etmaydi. Yo'l yurganda o'zining egiz bo'yidan azar xijil bo'lgandek biroz engish olardi va go'yo bu jahonda jiddiylashib arziydigan hech yo'qdek tamkin yo'l yuratdi. Uning kiyimlari shu qadar oddiy ediki, turqidan Urumchi kishilar uni hargizmi bir universitet o'qituvchisiga o'xshatolmaydi. Uning maykisi, shimi va oyog'i allaburun petidan tushgan bo'lib, uning xarakteridagi bozorliq uning üstü boshini xiyoliga keltirib baxmagandek qiladi. Balkim Uyg'urlarning yumor tuyg'usi inglizlarningki xeyli yaqin bo'lsa kerak. Edmund bilan ikkimiz o'tirisidagi parangdan har ikkimiz o'ng'ayli kulgi his qilardik. U qiziqarlik deb qaragan ishlar menga yumorlik tuyg'u ato qiladi. Men Londonga kelib 2 kun o'tgandan keyin Edmund ikkimiz uchrashdik. O menga London Universitetining ayrim tarmoqlarini, Buyuk Britaniya muzeyini, Buyuk Britaniya kutubxonasini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Biz tushdan keyin ko'rishgan edik. Havo tutuq edi. Men Tottenham Court Road'ga kelib, Russell maydonidan Edmundni topdim. Russell maydoni apchil bir daraxtlik bo'lib, bu maydon London Universiteti bilan tutishidi ekan. Edmund qalchiyib ketgan oyoq, petidan ketgan ko'kishdan uzun yang kulrang mayka kiyib olgan bo'lib, do'lisida cho'ngliqdan salpiyib turgan bir material sumkasi turardi. U bir qo'lni ko'rish uchun qo'lashmagandek qilib uzatdi. Men uning qo'lini qisdim. Edmundning barmoqlari qattiq va yirik edi. Azroq mang'andan keyin mendan "Londonni yoqtirdingizmi?" deb so'radi. Bu savoldan "Londonga kunaldingizmi?" degan ma'no chiqib turardi. Londonni tuzuk ko'rmay turib, bu savolga samimiy javob bergil bo'lmaydi. Mana Londonni endi ko'rishga boshlayapman-da. Men kelgandan beri Londonning osmonida bulut arlab yomg'ir, muzdek sovuq shamol shillamni qo'rib o'tib turdi.
Çirkav ögüzlərdəki xoraz sürətli qutub görsətküçünün ləpəngşib duruşları, yol boyudakı dükanlarının qalay taxtılıq və viskilərinin təvrinib turuşlarından vücudumның iç-içigi musafirlikning judulları tarab ketiyotgandek tuyulatdı. Tutuq hava dilimdagi g'ashlikni tixmi oshiratdi. Ko'chadagi odamlarning qayoqlargadir aldirab mingishlari, o'ydoqni bilmay tinab tamtarashlarim bilan silishtirma bo'lib, yotsirash hissiyotimni tixmi avajiga chiqaratdi. Qaysidir bir derazaning oldidan o'tib ketib etib, hor ko'tarilib turgan oppoq istakanni oldiga qo'yib, oldidagi kompyuterga tikilib o'tirgan ko'ngilchan bir kishini ko'rib, o'zimni iliq dunyoning sirtiga abadiy surgun bo'lgandek titrab ketdim. Kimningdir ushtumda chaqirib qilishni umid qilatdim-yu, bu umidning o'rinsiz ekanligini darhol esimga olatdim. Ayolim qo'yib bergan issiq choyni huzurinib ichadigan uy bu yerda yo'q. Itmutning suolini takalluf yuzdan so'ralgan savol demaymi bo'lmaydi. Menmi takalluf qilib, London ajoyib shahar ekan deb qo'ydim. London cho'ng shahar dedi Itmut. Boshqa mamlakatlardan kelgan har xil irqdagi odamlar bek ko'p. Aslidagi Londonliklarmi ba'zida u kishilarga qarab o'zini yatsirgandek his qildi. Men mushu kelgundalarning biri, biroq men 1 yildan keyin qaytaman. Londonda turib olmayman. Sho'ng meni haqiqiy mehmon qatorida ko'rasiz dedim men chaqchaq qilib. Albatta siz mehmon, imkon qadar sizga ko'p hamroh bo'laman. Sizdan jiq narsin o'rganman. Avval o'rgating, ondan o'rganing. Inglizcha saviyam oshmasa, sizga tuzuk bir narsa o'rgatolmayman. Albatta, so'zlang uningdan boshqa chora yo'q. Mehmonning oldida sohibxonning jiq so'zlashish bo'lmaydi. Angliya so'z erkinligi kabolatga ega davlat. Endi o'zingizni qo'yib o'ting. Jiqroq so'zlasangiz, yaxshi mehmon bo'lgan bo'lasiz. Mehmon kunib qolsa, o'zini sohibxondek his qilib qoldi. Bu chatoqda. Eng yaxshi mehmon yanil qaytadigan mehmon. To'g'ri deysiz, berib turgan qarzmi uzoq muddat qaytarilmasa, u qarzdorning o'z mulkidek bo'lib qilib qaytarg'isi kelmaydi. Mehmonmi ko'nirsa, turgan yerini o'zinikidek his qilib qoladi. Biz azroq mangandan keyin Edmund qo'ng'ir rang g'ishdan qo'pirilgan binoning oldida to'xtab, tomdagi yumloq bir taxtani ko'rsatdi. T.S. Eliot ne bilamsiz? Yumloq taxtada T.S. Eliot shoir va nashriyatchi 1925-1965 yillarda mushu yerda xizmat qilgan deb yozilgan edi. T.S. Eliot Amerikada tug'ilgan ingliz shoir bo'lib, 1948-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgan edi. Uning 20-asr jahon she'riyatidagi o'rni bakli yuqori ekan. Mushu taxtining oldida suratga tushkim bor dedim men o'rnimda turib. Sumkamni aqtirsam fotoaparatim yo'q turdi. Uni ilib olishni unutib qolgan ekanman. Edmund shunday kulib ketdiki, men uning kulgisidan biroz tantaklik qilib qo'yganimni bildim. Bu shoirni cho'ng bilman dedim Edmundga tushundirib. Men demaklik Uyg'ur shoirlarining qalbida T.S. Eliotning o'rni zo'r. Men o shoirning she'rlarining xanzuchisi bilan 1980-yillarning oxirlarida tanishgan. Bir shoir do'stim uning The Westland degan asrini Uyg'urcha tarjima qilgan. Shundaqmi dedi Edmund. Bu asarni Uyg'urcha qanday ataydi? U bayovan deb tarjima qilgan. Asarning mavzusi yana Uyg'urchadagi cho'l, jazira, qaqshal yer, taqir yer degan ma'nolarni bildirdi. Menimcha bu mavzuni xaroba deb olgan muvofiq. Edmundning Uyg'ur tilidan xabar bor edi. U qayta so'rab yuqorqi so'zlarni zehniga ilib oldi. Men nimishqidir jimib ketdim. Edmund biroz ajablangandek bo'lib, menga bir qarab qo'ydi. Sizlar shoir adiblaringlarni hurmatlaydi ekansizlar. Nutq so'zlasanglar, kino, televiziya filmlarini ishlasanglar, Shekspirning so'zlarini tilga ilib turasizlar. Nimishqidir ingliz tilida deyilsa, Shekspir ko'z oldimga keladi. Men bu yerda Eliotning 40 yillik xizmat xotirasi uchun bu taxtini qo'yibsizlar. Albatta shundaq bo'ladi, dedi Edmund so'zimdan biroz hayron bo'lib. Xotiramda Musaboyevlarning G'uljidagi ko'n xurm zavodining chiqilishi jonlanib turib oldi. 100 yil mobaynida uzuksiz ishlab toki mush asrigacha to'p qo'shgan tunji avlod korxonaning iznasini endi topqil bo'lmaydi. Ularni o'y-mulk savdogarlari yalmavatdi. Hatto zavodning munorini bo'lsa-mu xotir qilib qoldirib qo'yishmadi. Bizda Ahmad Umar deydigan bir komediya san'atkori bo'lgan, dedim men Edmundga. U xalq orasida pek mashhur bo'lib, madaniyat zo'r inqilobi davrida kurashga tortilgan. U ashu yillardagi bema'ni kurashlarga o'tkir yumorlari bilan taqobil turgan. Kishilar uning yumorlarini hozirmi aytib yurishidi. Cho'nglarning o'lib tugish bilan endi Ahmad Umarni bildiganlar azaydi. Kishilar Ahmad Umarning yumorlarini so'ralab aytib, hijiyib yurishib, Ahmad Umarni unutib ketadigan bo'ldi. Oxir Ahmad Umarga doir tuzuk yodinami qolmaydigan bo'ldi. Abdurahim O'tkir deb bir shoirimiz bor. Adabiyotimizni qo'shgan to'pisi cho'ng. Uning o'ldirgan qo'rollarini endi topqil bo'lmaydi. Hatto Burxon Sheydi, Sayfiddin Azizi qatorliq davlat arboblarining asldagi o'ltiraq yerlarimi o'chib ketdi. Tarix aslida kitoblar dövis emas, balki konkret shaylarning naq o'zidir. Bir koni o'y tazkirchilarining qalbiga qaraganda tarixni bevosita izohlab beralaydi, dedi Edmund javoban. Londonda mashhur odamlarning yodnomasi nurg'un deyman, dedim men Edmundga. Qarmoq London koni binolardan tuzilgandek.
Londonga yana bir 200 yildan keyin kelsangizmi, mush ko'chalarni azmay topa olasiz. Bilamsiz, bu ko'chalar 1-200 yil ilgari asosan mushundaq ekan. Qaraganda Urumchi xotirasini yo'qotib qo'ygan odamga o'xshaydi ekan. Hamma yerda aynaklik egiz binolar, hamma yerda magazin, hamma yerda mehmonxona, biroq ommaviy tantarbiya saroylari, bog'cha, kutubxonalar yo'q hisobda. 4 tip daraxt bor yerda qovoqxona paydo bo'ladi, xuddi jigarga tushgan qurtdek. London ko'chalarida yursangiz ko'z oldingizda tarix agib turadi. Burningizga tarix hidi purab turadi. Taraqqiyot tarixning asldagi relsini bo'ylab mangdi. Shu Londonga o'tmish bilan kelajak qo'shilib ketgan deyishga bo'ldi. Urumchining taraqqiyoti ma'lum ko'z qarashga asosan qayta to'qib chiqilgan masalaga o'xshaydi. Shu tapda men mingvatgan bu yer Londonning qadimiy ham markaziy rayoni hisoblandi ekan. Ammo ko'zimga hamon Londonning chet rayonlaridek ko'rindi. Chunki bu yerdagi binolar 5-6 qavat atrofida bo'lib, bir bo'lsa kulrang, bir bo'lsa qo'ng'ir rang edi. Ko'chalarimiz tar bo'lib, ikki qasniqida uncha cho'ng bo'lmagan har xil do'kon va magazin bor edi. Ko'chadagi kishilarning kiyimlari alayda emas, balki nihoyat oddiy edi. Ko'z oldimda men tasavvur qilgan bir imperiyaning poytaxtiga xos favqulodda hashamatlik emas edi. Temkin pishib yetilgan imperiyalar davransiz kelamdi, buni bilmadim. Ish qilib Londonning ko'chalari men odatdagicha bilindi.